Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Termiz davlat universiteti o'qituvchisi, psixologiya kafedrasidan Qayum va Go'zal Narzullayevnaman. Siz bilan umumiy psixologiya fanidan qobiliyat mavzusi xususida suhbatlashamiz. Qobiliyat mavzuimiz quyidagi rejalar asosida yoritishga harakat qilamiz. Ya'ni birinchisi qobiliyat haqida tushuncha, qobiliyatlarning miqdor va sifat tavsifi, uchinchi rejamiz qobiliyatlar tasnifi, qobiliyatlar tarkibi, beshinchi rejamiz qobiliyatlarning tabiiy asoslari, oltinchi rejamiz talantning paydo bo'lishi va rivojlanishi, qobiliyatlar borasidagi psixologik nazariyalar. Shu rejalar asosida mavzuni yoritishga harakat qilamiz. Qobiliyat insonning shunday psixologik xususiyatdirki, bilim, ko'nikma, malakalarni egallash shu xususiyatlarga bog'liq bo'ladi. Lekin bu xususiyatlarning o'zi bu bilim va ko'nikmalarga taalluqli bo'lmaydi. Ya'ni malaka, ko'nikma va bilimlarga nisbatan odamning qobiliyatlari qandaydir imkoniyatlar tarzida namoyon bo'ladi. Qobiliyatlar imkoniyatlardan iborat bo'lib, biror bir ishda mahorat darajasi haqiqatdir. Mahorat darajasidagi haqiqatdir. Boladan namoyon bo'ladigan musiqaga nisbatan qobiliyati uning musiqachi bo'lishi uchun imkoniyatlar, o'sha maxsus imkoniyatlar, maxsus ta'lim berilishi, qat'iylik, salomatligining yaxshi bo'lishi, musiqa asbobi, notalari va boshqa ko'pgina sharoitlar bo'lishi kerak. Bularsiz qobiliyatlar taraqqiy etmaydi. Ya'ni o'sha turiboq so'nib ketishi mumkin. Har bir insonning o'zining tug'ma qobiliyatlari bo'ladi va u qobiliyatlarni shakllanishi uchun va u qobiliyatlar yuzaga chiqishi uchun ma'lum bir sharoitlarni o'sha tashkil qilinishi kerak bo'ladi. Yuqorida o'sha musiqa sohasida qobiliyati bor insonga musiqaviy sharoit bo'lmasa, asboblar yo bo'lmasam ustoz bo'lmasa, uning u qobiliyati tezda so'nishi mumkin. Odamning qobiliyatlari bilan ko'nikmalarini egallash uchun faqat imkoniyat hisoblanadi. Bu bilim va ko'nikmalar egallanadimi yoki yo'qmi? Bularning hammasi juda ko'p sharoitlarga bog'liqdir. Bolada namoyon bo'lgan musiqa qobiliyati uning musiqachi bo'lishi kafil bo'la olmaydi. Ya'ni bolaning musiqachi bo'lishi unga maxsus ta'lim berilishini, yuqorida aytib o'tdik, o'sha qat'iyatlilik, salomatliligi bo'lishi yo bo'lmasam o'sha musiqa asbobi, notalar va boshqa sharoitlarni yaratib berilishi lozim hisoblanadi. Bularsiz o'sha bolaning qobiliyati yuzaga chiqa olmaydi. O'quvchida hali zarur ko'nikma va malakalar sistemasi hamda mustahkam bilimlar tarkib topgan ish uslublari yo'qligiga asoslanib, jiddiy tekshirmay shoshilinch ravishda unda qobiliyatlar yo'q deb xulosa chiqarish pedagogning jiddiy xatosi hisoblanadi. Bolalik paytida ma'lum qobiliyatlarni atrofdagilar tomonidan tan olinmasligi keyinchalik shu qobiliyat tufayli shon-shuhrat topgan odamlar ko'p. O'sha mashhur insonlarimiz bunga misol bo'la oladi. O'sha mashhur olimlardan biri Albert Einstein o'rta maktabni uncha yaxshi o'qimaydigan o'quvchi hisoblangan va uning kelajakda genialni bo'lishida hech narsa dalolat bermas edi. Qobiliyat, bilim va malakalarning o'zida ko'rinmaydi, balki ularni egallash tizimida namoyon bo'ladi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, mazkur faoliyat uchun muhim bo'lgan bilim va ko'nikmalarning o'zlashtirish jarayonida turli sharoitlarda qanchalik tez, chuqur, yengil va mustahkam amalga oshirishda namoyon bo'ladi. Hattoki o'sha orangizda o'sha dars o'tiladigan mavzularni kimlardir o'sha qobiliyatiga tayangan holda
oson, yengil qabul qilinadi. Bunda albatta qobiliyatning yuzaga chiqishi uchun insonning o'zida ham qiziqishlar, o'sha qaysidir ma'noda ko'nikmalar ham bo'lishi kerak bo'ladi. Qobiliyatlar individual psixologik xususiyatlar bo'lishi bilan aql sifatlari, xotira xususiyatlariga, hissiy xususiyatlar va shu kabi qarama-qarshi qo'yib bo'lmaydi, hamda ularga qarama-qarshi qo'yib bo'lmaydi. Hamda qobiliyatlarni shaxsning bu xususiyatlari bilan bir qatorga qo'yish ham mumkin emas. Qarama-qarshida ham turmaydi, lekin aynan bir xil ham emas hisoblanadi. Kengligi va yo'nalishiga ko'ra qobiliyat quyidagi turlarda bo'linadi. O'sha atrof muhit bilan faol o'zaro ta'siriga ko'ra, ta'lim-tarbiyaga ko'ra, umumiy qobiliyatlar, maxsus qobiliyatlar, o'sha qobiliyatlar darajasiga ko'ra talant va genilikka bo'linadi. Bilamizki, bu umumiy qobiliyatlar insonning jami hammaga tegishli bo'lgan umumiy qobiliyatlarimiz bor. Bu o'sha bizni yashab ketishga moslashishimiz, o'sha oziq-ovqatlarni qaysidir ma'noda o'zlashtirishimiz, yo bo'lmasam savodimizni chiqarishimiz. Ozgina o'sha soddaroq bo'lgan misol, maktabda 1-sinfga qabul qilinganimizdan keyingi o'sha bizga o'rgatilgan harflarni osonlikcha o'rganishimiz. Hammada bu umumiy qobiliyat bo'ladi. Endi maxsus qobiliyatlar ma'lum bir sohaga qaratilgan va yuzaga chiqqan qobiliyatlarni maxsus qobiliyatlarga kiritishimiz mumkin. Qobiliyatni talantga aylanish darajasi o'sha qobiliyatdan keyingi bosqich hisoblanadi. Ya'ni o'sha qobiliyat shakllanib, keyinchalik u talantga aylanadi. Bu juda ham talantli inson degan iboralarni juda ko'p eshitgansiz. Har qanday qobiliyat ham murakkab bo'lib, u kishining turli-tuman talablari qo'yadi. Agar shaxs xususiyatlari tizimi shu talabga javob bera olsa, kishi faoliyati muvaffaqiyatlar bilan yakunlanadi, yo bo'lsa muvaffaqiyatlar bilan amalga oshirish imkoniyati bo'ladi. Agar xususiyatlarda qaysi biri rivojlanmagan bo'lsa, shaxs mehnatining muayyan turiga nisbatan ham qobiliyatli deb baholanadi. Har bir qobiliyatning o'ziga xos tuzilishi mavjud. Qobiliyat tarkibida tayanch va yetakchi xususiyatlarning muayyan asosiy yoki yordamchi xususiyatlarni farq qilish lozim. Psixologiyada qobiliyatlar individual psixologik xususiyatlar sifatida tavsiflanadi va buning asosida tafovutlanadigan xislatlar, fazilatlar yotadi. Shuning uchun har bir shaxsda bir xil natija, bir xil sifat kutish mumkin emas. Chunki masalan, o'sha 20 ta yo bo'lmasam 30 ta bolaga ilm o'rgatayotgan bo'lsak, ilm o'rgatiladigan 30 ta bolaning ham o'sha mavzuga yo bo'lmasam umuman fanni o'zlashtirish darajasiga bir xil qarash mumkin emas. Chunki hamma o'z qobiliyatidan, o'z imkoniyatidan, o'z ko'nikma, malakasidan kelib chiqib, o'sha mavzuni qabul qiladi, yo bo'lmasam o'sha fanni o'zlashtiradi. Ular o'zaro farq qiladi. Qobiliyatlarning sifat tavsifi shaxsning qaysi individual psixologik xususiyatlari faoliyat muvaffaqiyatlarining majburiy sharti tariqasida xizmat qilishini anglatadi. Qobiliyatlarni miqdor tavsifi va ularni o'lchash muammosi bilan ko'proq chet el psixologlar shug'ullangan. Ya'ni bu sohada o'sha Kittelni alohida e'tirof etishimiz mumkin, Termen, Spermen va boshqalar shug'ullanganlar. Ular kattalarda qobiliyatni o'lchash usuli sifatida aqliy iste'dod testlaridan, ya'ni IQ darajasini aniqlash testlaridan foydalanishgan. Bolaning aqliy iste'dod koeffitsiyentini aniqlashgan. Ya'ni o'sha biz bilamizki, IQ aqliy yoshi nechida ekanligini, bolaning haqiqiy yoshidan farq qilinishini ham aniqlash mumkin, yo bolaning haqiqiy yoshi deb olinishi ham mumkin. Bu usul odamning aqliy qobiliyatlarini egasi ekanligini emas, balki odamda qobiliyat bilan aralashtirib bo'lmaydigan biror bir xildagi ma'lumotlar, ko'nikma va malakalar borligini namoyon qiladi.
tabiiy qobiliyatlar, o'sha qobiliyatlar turiga ko'ra tabiiy qobiliyatlar odamlar va hayvonlar uchun xos bo'lib, idrok qilish, xotirada saqlash, oddiy muloqotga kirisha olish, shular jumlasidandir. Biologik jihatdan asoslangan bu qobiliyatlar asosini shartli reflekslar hosil bo'lish jarayonini tashkil etadi. Insondagi va yuksak darajadagi rivojlangan hayvonlardagi bu qobiliyatlar bir-biridan farq qiladi. Maxsus qobiliyatlarga esa o'sha insoniy qobiliyatlar ijtimoiy tarixiy tabiatga ega bo'lib, ijtimoiy hayot va taraqqiyotini ta'minlaydigan maxsus insoniy qobiliyatlar o'z navbatida umumiy va xususiy qobiliyatlarga bo'linadi. Umumiy qobiliyatlar insonning turli faoliyatda muvaffaqiyatini ta'minlovchi aqliy qobiliyatlar, xotira, nutq rivojlanganligi, qo'l harakatlarining o'sha aniqligi va boshqa xususiyatlardan iborat hisoblanadi. Quyidagi nimada shu qobiliyatlarning nimasi tasvirlangan jadvalda, shu chizmamizda o'sha talantlarning tushunchalar bilan fikrlash orqali rivojlanishi, o'sha fazoviy qobiliyat, induktiv mulohaza, badiiy talant, musiqaviy talant, xotira va restettiv qobiliyatlar. O'ylaymanki, bu qobiliyatlar barcha insonlarda mujassam bo'ladi. Bu haqida ko'p olimlar fakt aytib o'tib ketishgan. Ba'zi bir qobiliyatlarimiz shakllanmay turib, yuzaga chiqmay turib so'nishi ham mumkin. Chunki yuqorida aytib o'tdik, qobiliyatni yuzaga chiqishi uchun ma'lum shart-sharoitlar kerak bo'ladi. Ilmiy qobiliyat abstrakt, everistik fikrlashning yuksak rivojlangan bo'lishini, og'zaki mantiqiy xotirani, qat'iyat va sabr toqatni talab qiladi. Bu qobiliyatga quyidagi o'sha mayda qobiliyatlar kiradi. Ya'ni fizik, matematik qobiliyat, ximiya, filosofiya, tarix, biologiya fanlariga nisbatan bo'lgan qobiliyatlar. Badiiy qobiliyatda sensor, ya'ni obrazli fikrlashning alohida rivojlangan bo'limini, o'tkir emotsional ta'sirchanlik va reaktivlikni talab qiladi. Bu qobiliyatga tasvirlash, musiqaviy, artistik va adabiy qobiliyatlar kirishi mumkin. Amaliy qobiliyatlarda esa o'sha praktik aqlning yuksak darajada rivojlanganligi, fahm farosatning kuchliligi, iroda va yutuq kirishuvchanlikni o'z ichiga oladi. Amaliy qobiliyatga konstruktiv texnikaviy qobiliyatlar, boshqaruvchanlik qobiliyati, shu jumladan tashkilotchilik va boshqalar ham kiradi. Shu yuqorida sanab o'tgan o'sha qobiliyat nimalarimizga, masalan, o'sha badiiy yo amaliy, yon atrofingizdagi do'st o'rtoqlaringizda yo o'zingizda borligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qobiliyatning o'sha rivojlanishi, bu o'sha yana Ivan Pavlovga murojaat qilamiz. Bilamizki, biz o'sha Ivan Pavlov ikkinchi signallar tizimi ustida ko'p ish olib borganlar. Signallarning signali deb nomlagan edi. Ushbu tipologiyani osonroq qilib quyidagicha tushuntirish mumkin. Qobiliyatlar haqida aytilgan fikr Ivan Pavlov tomonidan, u birinchisida o'sha shaxs faoliyatida birinchi signallar tizimining signallariga nisbatan ustunlik qilsa, bu inson badiiy tipga taalluqli, ya'ni badiiy qobiliyatga ega degan xulosani berganlar. Mabodo signallarning signaliga nisbatan ustuvor bo'lsa, bu shaxs fikrlovchi tipga mansub ekanligini aytib o'tilgan. Agarda har ikkala signal aralashib ketgan bo'lsa, o'sha birortasining ustunligi sezilmasa, bu inson aralash tipga mansubligi, ya'ni hamma yuqoridagi o'sha fikrlovchi tip ham yo bo'lmasam badiiy tipga ham mansubligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Chunki bunda aralashib ketgan tip hisoblanadi. Aralashib ketgan tip hisoblanadi. Ivan Pavlov o'sha signallar sistemasi haqida shuni aytib o'tadi va ko'p olimlarimiz tomonidan e'tirof etiladiki, bolalarning bolaligida yo'q qobiliyatini shakllantirish uchun hurmatli ota-onalar tomonidan olib boriladigan
o'sha beriladigan imkoniyatlar keng qamrovli hisoblanadi. Siz bolangizni qaysi qobiliyatga yo qaysi bir sohaga qiziqishini bilmoqchi bo'lsangiz, uni qo'lidan yetaklab 3 yashar bolani maxsus o'yinchoqlar magaziniga olib borishingiz mumkin. Agar bola qaysi o'yinchoqqa nisbatan qiziqish bildirayotgan bo'lsa, uning o'sha sohaga bo'lgan qiziqishi ichki o'sha qobiliyatiga tayangan holda o'sha tarafga tortib boshlaydi. Misol uchun yig'iladigan konstruktiv narsalarga qiziqyaptimi, undan kelajakda zo'r arxitektor chiqishi mumkin. Chunki u uylar yasaydi, yo bo'lmasam texnikaviy qobiliyatlari shakllangan bola bo'lishi mumkin. Bola o'z navbatida meditsinaga oid o'yinchoqlarga qiziqyaptimi, demak bilingki, undan yaxshi bir shifokor yetishib chiqishi mumkin. Bolalar qancha o'sha qo'g'irchoqlarga yo bo'lsam bolalarga qiziqyaptimi, ulardan yaxshi pedagog chiqishi mumkin bo'ladi. Ularning o'sha bolaligidan aniqlangan qobiliyatlarini shakllantirib berish ota-onalar tomonidan qo'llab-quvvatlansa, kelajakda o'z kasbining yetuk mutaxassislari yetishib chiqadi. Chunki ko'pchilikda o'sha ota-ona tomonidan tanlangan kasblar no'noq kasb egalarini yetishtirishga sabab bo'lib qolmoqda. Qobiliyatlar xususida qisqacha fikr mulohazalarimiz shulardan iborat edi. Mavzu yuzasidan sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, quyidagi manzillarga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.